Borgu magazinimizda o'g'rilik bo'ldi. Hozir videosi bilaman, yuzi bilaman, qo'yib qo'yaman. Men sizlarni ogohlantirib o'tirmayman, primoy bashariylar bilan qo'yib qo'yaman internetga. Keyingi manzilinglar to'g'ri uchastkoviy xona bo'ladi sizlarniki. Yana uyalmasdan ikkita katta xotin kirgan. Birinchisi 2 qat ekan kamiga. Narsa olib, birinchisi pul bilan aldamoqchi bo'lgan, ikkinchisi bu yoqda как будто atirlarni hidlayotgandek qilib, shuni atir olib sekin cho'mchaklariga sovorganlar, opa. Men atidan do'konga narsalarni kam qilib qo'yib qo'yaman. Ikkita iloji boricha eng ko'p qo'yganim 4ta. Undan oshiq qo'ymayman. Чтобы mashnaqa mashinaga o'xshagan insonlar kirib olmoqchi bo'lsa, ketidan sirazi bilinib qolish uchun kamayib qolgani. Borku mana magazinchilar kirishadi, voy ne narsangiz kam, ne to'ldirib tashamaysiz deb endi aytadiganlar borda yon atrofda. Ahamiyat qilmayman ular gapiga. Chunki internetda juda ham ko'p ko'rganman bunaqa o'g'irliklarni va ishoninglar rostdan ekan. Sergelida magazini bor ayollar ehtiyot bo'linglar. Kameradan ham qo'rqmas ekan bular. Bo'lmasa tepasida shunda kamera turibdi-da. Yo bular o'ylashadi hech kim hech nima qila olmaydi deb o'ylashadimi, yo qonun ishlamaydimi bular uchun men bilmadim. Rasmini ham qo'yib qo'yaman, videosini ham qo'yib qo'yaman, qanaqa o'g'irlaganini bitta ko'ringlar. Birinchisi pul bilan uxlatmoqchi bo'ldi, uxlata olmadi. Ikkinchisi sekin, как будто atirlar hillayotgandek qilib, zato atirga uxlatib ketishdi. Endi odamning yuzi aldamchi bo'ladi deyshadi-ku, xuddi shu gapda. Uyalmaysizlarmi? Yoshinglar katta xotin ekanda, balki onam tengi tursizlar-da. Qanaqa qilib qo'rqmaslik mumkin, qanaqa qilib uyalmaslik mumkin bunaqa qilayotgan ishinglardan. Tем более hozir zamon rivojlanib ketgan. Hamma magazin kirsanglar tepanglarda kamera-da. Shunda ham indamay olib chiqib ketgansizlar. Bunaqa odamlarni ogohlantirish kerak emas. Chunki bular bitta sizda qildimi, borib ertaga boshqasidan ham xuddi shu ish qilib yana o'g'irlaydi. Bunaqalar tavba qilmaydi. O'shaning uchun ogohlantirmasdan sirazi bashariylar bilan qo'yib yuboraman. Tomosha qilinglar.